Bo'rilar haqida 5 haqiqat. Bo'ri vahshiylar turkumiga kirib, hayvonlarning shohi hisoblansa-da, o'limtik yemaydi. Bo'ri boshqa hayvonlar kabi onasi, singlisi kabi mahramlari bilan hech qachon qo'shilmaydi. Bo'ri vafodordir. U bitta begona urg'ochi bo'ri bilan juftlashib, umr bo'yi u bilan yashaydi va juftiga aslo xiyonat qilmaydi. Shuningdek, urg'ochisi ham bir umr o'sha jufti bilan yashaydi. Ular o'z bolalarini taniydilar. Ular bir ota-onadan dunyoga keladilar. Bo'rilar juftlari vafot etsa, 3 oydan kam bo'lmagan muddat azador bo'ladilar. Ba'zan bu 1 yilgacha cho'zilishi mumkin. Bu azadorlik o'z-o'zini o'ldirishgacha borib, kamdan kam hollarda hayot qolgan jufti yashab qoladi. Bo'ri ota-onasiga yaxshilik qiluvchi bola sifatida Ibnul Bar deya ham nomlanadi. Sababi hayvonlarning ichidan faqat bo'rigina ota-onasi keksalikka yetganda ularni tashlab qo'ymasdan g'amxo'rlik qiladi.